O'zbekiston yetakchisining kuchli siyosiy irodasi tufayli Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida birlik, hamdo'stlik yuksaldi. Kuchli strategik munosabatlar har bir xalqning hayotida va ularning turmush tarzida o'zining natijasini ko'rsatmoqda. Hamdo'stlik tadbirlari mana shu joyda, ya'ni Marhamat tumanida ham katta ko'tarinkilikda davom etyapti. Tumanda tojik, qirg'iz millati vakillari o'zbeklar bilan birgalikda bir el bo'lib, bir xalq bo'lib hayot kechirishmoqda. Tadbirda ishtirok etayotgan nuroniylarning fikrlari bilan suhbatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, mana bugun qanday bir chiroyli shodiyona bayramda 3 mamlakat prezidentlari bugun Xo'jandda chegaralarimiz daxlsizligining oxirgi nuqtasini shartnomalarni qilishyapti-da. Bu 3 mamlakatning rivojlanishiga, yoshlarning kelajak intilishiga va ittifoq ahillikning bir belgisidir. Mana bugun Marhamat tumanida ham Do'stlik bog'ida 3 millat xalqlari juda bir do'stona, bir xursandchilikda, bir kayfiyat bilan bir bayramlarni nishonlamoqda. Endi o'ylaymanki, undan buyog'iga ham bu mamlakatlar iqtisodini rivojlantirishga, yoshlar tarbiyasiga va milliyligimizni, asl o'zi bizligimizni birgalikda rivojlanishga hissa qo'shadi. O'ylaymanki, 3 mamlakat xalqlari mana Marhamat tumanida yoki mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elatlar bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda Marhamatda 9 dan ortiq millat va elatlar istiqomat qiladi. Ahillikda, ittifoqlikda, hammasi bir jon, bir tan bo'lib. Buni nishonasi mana yurtimiz, mamlakatimiz, qolaversa tumanimiz katta bir rivojlanmoqda. Mana shu bugungi bog'da ham yangi tashkil qilganmiz. Hammaga bu xursandchilik, kayfiyatda o'tirishlikka nasib qildi. Bu kelajakda yoshlarimizga ham katta xizmat qiladi va ahillikda, ittifoqlikda bir boshlang'ich deb ochasiz deb o'ylayman men. Bir vaqtlar chegaralar yopilgan edi. Uzoq yillik qardoshlik rishtalari, ulug'langan qadriyatlar uzilib qolgan davrlar ham bo'lgan. Keyingi yillardagi yangi O'zbekiston sharoitidagi islohotlar ayni mana shu chegaralarni ochdi va bu rishtalar darvozasini, rishtalar ostonasini yana bog'ladi. Bu haqda ham fikrlaringiz qanday? Bizi Marhamat tumanidagi Mingtepa chegara posti 16 yil yopiq turdi-da. Shu mustaqilligimizni mana yangi O'zbekiston davriga kelib, shu chegara ochildi. Qarang, ikki mamlakat, ikki xalq ittifoqli ahillik bundan ziyoda bo'ldi. Vaqti kelsa Qirg'iziston mamlakatida olgan kelinimiz otasini ko'rgani bora olmasdi. Yoki O'zbekistondan tushgan qizimiz bu yoqqa kela olmasdi. Otani ko'rgani farzand zor edi. Qarang, shunday xursandchilik, shunday bir baxtli zamonda yashayapmizki, mana endi ikki mamlakat xalqlar birlashdi. Farzand otani oldiga, onani oldiga bemalol borib kelyapti. Bu hamjihatlik, ittifoqli, ahillik mamlakatni obod qiladi. Uchov mamlakat prezidentlari fikrlari ham bir joyda. Maqsadlari ham bitta. Shu millat va elatlarni birlashtirish va yurtni obod qilish. O'ylaymanki, bundan buyog'iga ham mana shuni davom etkazamiz. Biz nuroniylar, barcha nuroniylar, Marhamat tumanidagi barcha yoshlarga shunday ahillikni, ittifoqlikni davomiy bo'lishini uqtirib boramiz endi. Bayram qanday o'tyapti? Kayfiyatlar qanday bo'ldi? Kayfiyat ertalab soat nima desam bo'ladi? 7 dan boshlaganmiz. Mana soat 3 bo'lyaptiki, shu mahalgacha xalq birontasi bir qaytib ketgan yo'qda. Bu xursandchilikning cheki yo'q. Yoshlar ham, keksalar ham, ota-onalarimiz ham, mana nuroniy onaxonlarimiz ham hammasi xursandchilik. Uyga ketishni xohlamayapti-da. Bayramni davom etkazamiz tungacha degan maqsadda o'ynayapti. O'ylaymanki, bu yaxshilikka-da. Faqat yaxshilikka, yana yaxshilikka. Salomat bo'ling. Tinchlik, bardavomligi albatta xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni, rishtalarni yana ham bog'layapti. Biz mana shu joyda, ya'ni Marhamat tumanining Birlik mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Bu yerda 2800 nafar aholi istiqomat qiladi. Ularning 90-95 nafari qirg'iz millati vakillari. Va mana shu joyda yashab, o'zlarining mehnatlarini, yurt koriga hissalarini qo'shib kelayotgan ayollarimiz ham faol va ular davlat mukofotlariga, shaxsan davlat rahbarining, O'zbekiston prezidentining qo'lidan mukofotlar olishga erishgan. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatlar qanday? Juda yaxshi-da kayfiyatlar. Mana ko'ryapsiz, yurtimizga bahor keldi. Hammani dillari yashnadi, o'ynab, mazza qilib yoshlar, kattalar bayram ustiga bayram. 8-mart onalar bayrami bo'ldi, 21-mart Navro'z bayrami bo'ldi. Unga yana kayfiyat bag'ishlab mana bugungi o'tkazilayotgan tadbirimiz xalqaro do'stlik tadbiri. Bayram ustiga a'lo nur, ustiga a'lo nur bo'lyapti-da. Kayfiyatlarimiz juda cho'q. Bu O'zbekiston yurti hech qayerdan topolmasak kerak bunday chiroyli yurtni. Uzoq yillik rishtalar, chegaralar ochilgandan keyin qayta tiklandi-da. Bu o'sha oilaviy qadriyatlarni,
xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni yuksaltirdi. Bu haqda siz o'sha yillar davomida yashagan vakil sifatida qanday baholaysiz? Men o'sha bir paytlarda Qirg'izistonga opamni berganmiz. Endi o'shada qarindoshlarimiz bor, bordi keldi qilardik. Yo'llar to'silib juda qiyingarchilik bo'lgan. Vaqti kelib jigarlarimizni ko'ra olmay qolgan kunlarimiz ham bo'lgan. Didoriga to'ya olmay qolgan kunlarimiz bo'lgan. Mana prezidentimiz sharofati bilan bu kunlar ortda qoldi. Xudo xolasa chegaralar ochildi. Didorimizga to'yapmiz, mana jigarlar bordi keldilar bo'lyapti. Biz u yoqqa yana qizlar uzatyapmiz. Bu yoqdan qizlarni kelin qilib olyapmiz. Ertalab borib kechqurun qaytish imkoniyati bor. Albatta bu imkoniyat hech qayerda yo'q, to'g'risi. Juda chiroyli nima desa bo'ladi. Ta'riflashga til ojizda bu so'zlarni ta'rif. Ko'ksingizda do'stlik ordenini ko'ryapman. Aynan bu orden mehnatlaringiz sharofati bilan berilgan va bu hayajon sizda hali ham tark etmagandek go'yo. Albatta bu kunni hech qachon umrim oxirigacha unutolmasam kerak. Men shu oddiy ishchi bo'lib bir chekka qishloqda prezidentimizning e'tiboriga tushib, shu do'stlik ordeni bilan taqdirlanganimdan juda xursandman. Toshkentga bordik 2023-yil. Prezidentimiz o'z qo'llari bilan mukofotni berdi. O'sha kun bugungidek hayolimda, ko'z o'ngimda. Bundan butun mahallamiz, butun rayon, respublikalar hammasi xursand. Allohga shukr qilaman. Prezidentimiz hammani ayollar, ishchilar, hamma yosh bolalarni ham e'tiborsiz qoldirmayapti, chetda qoldirmayapti. Bu sizning mehnatlaringizda qanchalik kuch bo'ladi endi? Albatta bu meni mehnatlarimga juda kuch bo'ladi. Yana ham shijoat, yana ham e'tibor, ishimga bo'lgan mas'uliyat juda e'tiborli bo'lyapti. Endi men shu prezidentim bergan mukofotini oqlashga harakat qilaman, Xudo xohlasa. Kuchim yetguncha, umrim yetguncha prezidentimni shu kelajagimiz poydevorlari uchun katta binolar, yosh oilalar uchun uy joylar qurib berishga prezidentimga va'da beraman. Rahmat katta, salomat bo'ling, yutuqlar bardavom bo'lsin. Albatta ayollarning bugun jamiyatda o'rni va mavqei oshib boryapti. Ular ham faollikni qo'ldan boy bermayapti. Va bunda qaysi millat ekanligining ahamiyati yo'q. Muhimi shu elda birlikda va hamdo'stlikda jipslashuv ahamiyatli. Va bunda davlat rahbari, O'zbekiston yetakchisining olib borayotgan odilona siyosati eng katta kuch bo'lmoqda. Yana bir jamiyatimizning faol qatnami ayollarimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Sizlar bog'imizga xush kelibsizlar. Davlatimizda yurgizayotgan siyosatlariga juda ham mamnunmiz. Men nafaqat O'zbekistonda yashasam-da, lekin qirg'iz millatiga mansubman. Lekin ishim davomida, yurish-turishim davomida hech qanaqa menga to'sqinlik yo'q. Bu haqda ko'p yerda aytganman, ta'kidlaganman va men qilayotgan faoliyatimni yurgizayotgan firma rahbarlarimdan ham mamnunman. Juda ham xursandman. Ish faoliyatimizda hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Nafaqat bu orden medali bilan taqdirlangan bo'lgan bo'lsam-da, men yurtboshimizni taqdirlagan bu rag'batlantirganga nafaqat men o'zimniki emas deb o'ylayman. Men ish faoliyat qilayotgan firma rahbarlarimniki va firma rahbarini nafaqat mahalla yoshlari, даже oilam larga ham nafaqat kuch ato etadi bu. Qirg'iz millati vakilasi bo'lsangizda e'tiborimni tortdi, o'zbek tilida ravon so'zlayapsiz. Bu nimadan dalolat? Bilasizmi, bu O'zbekistonda yashab, shu yoshga kiribmanki, qirg'iz millatiga mansub bo'lsam, ozgincha bilaman, lekin bu O'zbekistonda yashab yurganimdan tilingizdek bo'lib ketgan. Da, ona tilimdek bo'lib ketganda, to'g'ri, shunaqa. Hamdo'stlik munosabatlariga, qardoshlik munosabatlariga bugungi kundagi o'zingizni o'sha fikrlaringiz qanday? Fikrlarim juda ham erkinlik, omonlik, esonlik, yurtimiz tinch, juda ham xursandmiz bundan biz. Rahmat, salomat bo'ling. Yurtdoshlarimiz, ya'ni yurtdoshlarimiz deganda har bir millat vakillarini aytish mumkin. Vatandoshlarimiz bugun mana shunday emin erkinlikda hayot kechirishyapti. Ko'ryapsiz, nuroniylar, ularning so'zlarida shukronalik bor. Yoshlar, jajjilar ham mana shu urf-odatlar, an'analar ruhiyatida shakllanyapti. Madaniyatlar ham bir-biriga o'xshash, qadriyatlar, urf-odatlar bir-biri bilan
chambarchas bog'langan. Bu nimadan dalolat? Bu xalqlar o'rtasidagi do'stona munosabat, O'zbekistonning bag'ri keng ekani, vatan yagona ekanligidan dalolatdir. Hamdo'stlik tadbirlari Marhamat tumanida ham, ya'ni Marhamat tumanining chegara oldi hududlarida ham ko'tarinkilikda davom etyapti. Daraxtlar ekildi va mana shu bog' do'stlik bog'i deb ataldi. Bu ham bejiz emas, xalqlar o'rtasidagi munosabatlarning yuksalaverishi, yangi O'zbekistonni parvoz etishida ana shu xalqlar o'rtasidagi munosabatlarning yuksalaverishi, strategik munosabatlarni, qolaversa iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, siyosiy aloqalarni mustahkamlanishi mana shu daraxtlar bo'y cho'zgandek ko'kka bo'y cho'zadi. Bu ham bo'lsa O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston sharoitida xalqqa yaratilgan imkoniyatlar, mana shu yerda yashab istiqomat qilayotganlar uchun berilayotgan imtiyozlardir. Bu ham bo'lsa inson qadrini ulug'lashda muhim hisoblanadi. Jarayonlar davom etadi va biz hududlardan jonli bog'lanishlar orqali efir soatlarimizga hamyurtlarimizning kayfiyati ila chiqishlarimizni davom ettiramiz.